Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Oktyabr oyidan boshlab ayrim to'lovlar bo'yicha kimlar to'liq ozod qilinadi? Bu nimani anglatadi? Kim bunga kiradi? Kim esa adashib qolmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, bu-bobo yoki nogironligi bo'lgan yaqin inson. Agar bu qoidalarni bilmasangiz, keraksiz joyda pul to'lab yuborishingiz, imtiyozdan foydalanmay qolishingiz yoki hujjat topshirishda xato qilishingiz mumkin. Men masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash va to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsa nima qilish kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar o'z haq-huquqini himoya qila oladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar turli majburiy to'lovlar, kommunal xizmatlar, uy-joy bilan bog'liq yig'imlar, ayrim mahalliy to'lovlar yoki xizmat haqlari bo'yicha imtiyoz borligini eshitgan, lekin amalda undan foydalana olmagan. Sababi oddiy. Bir joyda pensionerga chegirma bor deyilgan. Boshqa joyda esa sizning ma'lumotingiz tizimda chiqmayapti deyilgan. Natijada odam idoradan idoraga yuradi. Hisob-kitob varaqasida esa qarzdorlik ko'rinib turaveradi. Endi o'zgarishning mohiyati shundaki, pensionerlar uchun belgilangan ozod qilish yoki imtiyozlar aniqroq qo'llanishi kerak. Ya'ni gap faqat eshitdim, qo'shnim aytdi darajasidagi xabar haqida emas, balki rasmiy tartib bo'yicha pensionerning maqomi, yoshi, pensiya turi, mulk egasi ekani, yashash joyi va xizmatdan foydalanish holati tekshiriladi. Agar odam shartlarga mos kelsa, u tegishli to'lovlardan ozod qilinishi yoki unga nisbatan nol hisob-kitob qo'llanishi kerak. Bu yerda eng muhim nuqtani aniq aytaman. Hamma pensioner barcha to'lovlardan butunlay ozod bo'ladi deb tushunish noto'g'ri. Qaysi to'lovdan ozod qilish nazarda tutilgan bo'lsa, faqat o'sha turdagi to'lovga taalluqli bo'ladi. Masalan, agar gap uy-joy xizmatlari bo'yicha ma'lum yig'imdan ozod etish haqida bo'lsa, bu elektr energiyasi, gaz yoki internet to'lovi avtomatik bekor bo'ldi degani emas. Agar gap mol-mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyoz haqida bo'lsa, bu kommunal xizmatlar hisob-kitobiga aloqador bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men bugun har bir holatni ajratib tushuntiraman. Birinchi navbatda, kimlar bunday imtiyoz yoki ozod qilishdan foydalanishi mumkin? Odatda bunday tartiblar pensiya yoshidagi fuqarolar, yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq ayrim toifalar, yolg'iz pensionerlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun qo'llanadi. Lekin har bir to'lov turida shart boshqacha bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida doim shuni maslahat beraman. Men pensionerman, demak hammasidan ozodman deb emas. Men qaysi to'lov bo'yicha, qaysi asosda ozod bo'laman deb yondashish kerak. Masalan, birinchi hayotiy holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi shosi 68 yoshli onaxonning nomida bitta kvartira bor. U shu kvartirada doimiy ro'yxatda turadi va o'zi yashaydi. Agar tartibda aynan bitta turar joy bo'yicha pensionerga imtiyoz berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa, u holda onaxon shu kvartira bo'yicha imtiyozdan foydalanishi mumkin. Lekin uning nomida yana ikkinchi uy bo'lsa, imtiyoz faqat bitta obyektga tegishi, ikkinchi obyekt bo'yicha odatdagi to'lov saqlanishi mumkin. Mana shu nuqtani ko'pchilik bilmaydi va keyin nega menga qarzdorlik chiqdi deb hayron qoladi. Ikkinchi misol. 72 yoshli otaxon farzandining uyida yashaydi, lekin uy uning nomida emas. Hisob-kitob varaqalari farzandining nomiga keladi. Bunday holatda otaxon pensioner bo'lgani bilan to'lov bo'yicha imtiyoz mulk egasiga bog'langan bo'lsa, avtomatik ravishda qo'llanmasligi mumkin. Chunki tizimda to'lovchi sifatida farzand ko'rinadi. Agar tartib yashovchi pensionerga emas, mulk egasi pensionerga berilgan bo'lsa, otaxonning huquqi boshqa tartibda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun hujjatlarda kim mulkdor, kim ro'yxatda, kim hisob egasi ekani juda muhim. Uchinchi misol. Pensioner ayolning nomida hovli bor, hovlida u, o'g'li, kelini va nabirlari yashaydi. Uy katta. Xizmatlardan foydalanish hajmi ham ko'p. Agar to'lov kommunal xizmatlar iste'moliga bog'liq bo'lsa, masalan elektr yoki gaz sarfi bo'yicha bo'lsa, pensionerlik hamma sarfni nolga tushiradi deb bo'lmaydi. Chunki xizmat real ishlatilgan. Bunday holatda faqat belgilangan me'yor doirasida chegirma, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Agar gap alohida majburiy yig'im
yoki abonent to'lovi haqida bo'lsa, unda boshqa qoida ishlaydi. 4-misol. Bir pensionerga oktyabr oyida 90 ming so'm atrofida to'lov hisoblangan. U esa men ozod qilinganman deb to'lamay qo'ygan. Keyin noyabrda unga 1 ming so'm qarzdorlik chiqadi. Bunday vaziyatda birinchi xato shuki, odam imtiyoz tizimda faollashganini tekshirmagan. Agar hisob-kitob varaqasida to'lov chiqayotgan bo'lsa, uni indamay qoldirish xavfli. Darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yoki tegishli idoraga murojaat qilish. Men pensioner sifatida ozod qilish bo'yicha qayta hisob-kitob so'rayman deb ariza yozish kerak. Og'zaki gap yetarli emas. 5-misol. Pensioner nogironligi bo'lgan shaxs hisoblanadi va ikki xil asos bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Bunday holatda odatda imtiyozlar avtomatik qo'shilib 2 barobar bo'lib ketmaydi. Ya'ni bitta to'lovga nisbatan eng maqbul yoki belgilangan tartibdagi bitta imtiyoz qo'llanishi mumkin. Masalan, 1000 foiz chegirma va to'liq ozod qilish bir vaqtda kelib qolsa, qaysi biri ustun ekani tartibda belgilanadi. Amalda esa odam hujjatlarni to'g'ri topshirsa, unga foydaliroq asos tanlanishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, oktyabr uchun hisob varaqasida avvalgidek to'lov chiqqan pensionerlar. Ikkinchidan, uy yoki kvartira boshqa odam nomida bo'lgan, lekin pensioner o'sha yerda yashayotgan oilalar. Uchinchidan, bir nechta uy joyi bor pensionerlar. To'rtinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin ma'lumotlari hali barcha tizimlarga tushmagan fuqarolar. Beshinchidan, eski qarzdorligi borlar, chunki yangi imtiyoz har doim ham avvalgi qarzni avtomatik o'chirib yubormaydi. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri, uy sizning nomingizda doimiy yashash joyingiz mos, tegishli idorada pensioner maqomingiz ko'rinib turgan bo'lsa va hisob-kitob varaqasida oktyabr uchun 0 yoki imtiyozli summa chiqqan bo'lsa, demak jarayon to'g'ri ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan tizimda bir oy to'g'ri chiqadi, keyingi oyda texnik sabab bilan yana eski hisob qaytib qoladi. Endi istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam ozod qilindi degan iborani mutlaq ma'noda tushunadi. Aslida to'lovlar turlicha bo'ladi. Soliq to'lovi bor, kommunal xizmat to'lovi bor. Uy joy shirkatining badali bor, chiqindi olib ketish xizmati bor. Gaz, elektr, suv, issiqlik, lift, domofon, internet, kabel televideniya kabi xizmatlar bor. Bularning har biri boshqa tashkilot tomonidan hisoblanadi. Birida imtiyoz bo'lsa, boshqasida bo'lmasligi mumkin. Masalan, chiqindi xizmati bo'yicha ayrim hududlarda aholi soniga qarab hisob-kitob qilinadi. Agar xonadonda 5 kishi ro'yxatda turgan bo'lsa, pensioner borligi uchun barcha 5 kishining to'lovi bekor bo'lmaydi. Faqat pensionerning ulushi bo'yicha imtiyoz qo'llanishi mumkin. Agar oilada 2 pensioner bo'lsa, ularning har biri bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. Lekin yoshlar, ishlayotgan farzandlar va boshqa ro'yxatda turgan shaxslar uchun to'lov saqlanishi mumkin. Yana bir nozik masala vaqt. Oktyabrdan ozod qilindi degani oktyabrdami? Oktyabr oy hisobidanmi yoki oktyabrda qabul qilingan qaror keyingi oydan kuchga kiradimi? Buni aniq ajratish kerak. Amaliyotda ba'zan qaror qabul qilingan sana boshqa, hisob-kitob tizimiga kiritilgan sana boshqa bo'ladi. Shuning uchun siz oktyabr oyida to'lov qilgan bo'lsangiz, keyin imtiyoz tasdiqlansa, ortiqcha to'langan summa keyingi oy hisobiga o'tkazilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Buni talab qilish uchun ariza kerak bo'ladi. Yana bir muhim holat, qarzdorlik. Agar sizning sentyabr oyigacha eski qarzingiz bo'lsa, oktyabrdan berilgan ozod qilish o'sha eski qarzni avtomatik yo'q qilmasligi mumkin. Masalan, sizda 300 ming so'm eski qarz bor. Oktyabr oyi uchun yangi to'lov hisoblanmasligi mumkin, lekin eski 300 ming so'm tizimda qoladi. Odam buni ko'rib imtiyoz ishlamadi deb o'ylaydi. Aslida hisob varaqasida alohida ko'rish kerak. Eski qarzmi, yangi hisobmi? Penya hisoblanganmi? Qayta hisob-kitob bormi? Penya masalasi ham alohida e'tibor talab qiladi. Agar imtiyoz o'z vaqtida qo'llanmagan bo'lsa va sizga noto'g'ri qarzdorlik hamda penya chiqarilgan bo'lsa, arizada nafaqat asosiy to'lovni, balki noto'g'ri hisoblangan penya va jarimalarni ham bekor qilishni so'rash kerak. Men ko'p hollarda odamlar faqat to'lovni olib tashlang deb yozishini ko'raman, penya esa tizimda qoladi. Keyin bir necha oy o'tib yana qarzdorlik chiqadi. Shuning uchun ariza matnida oktyabr oyidan boshlab tegishli imtiyozni qo'llash, ortiqcha hisoblangan summa, penya va qarzdorlikni qayta ko'rib chiqish deb
aniq yozish zarur. Mulk hujjatlari ham muhim. Agar uy meros masalasida hal bo'lmagan bo'lsa, masalan ota vafot etgan, ona yashayapti, lekin uy hali marhum otaning nomida turgan bo'lsa, imtiyoz qo'llanishida muammo chiqishi mumkin. Chunki tizim tirik pensionerni mulkdor sifatida ko'rmaydi. Bunday vaziyatda avval meros yoki kadastr hujjatlarini tartibga keltirish kerak bo'ladi. Aks holda har oy bir xil muammo takrorlanadi. Ro'yxat masalasi ham shunday. Pensioni aslida qishloqda yashaydi. Lekin ro'yxati shahardagi farzandining uyida turibdi. To'lov bo'yicha imtiyoz yashash manzili yoki ro'yxat manziliga bog'langan bo'lsa, chalkashlik kelib chiqadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Hujjatdagi manzil, yashayotgan manzil va to'lov hisoblanayotgan manzil bir-biriga mos kelish kerak. Mos kelmasa, idora xodimi ham sizga yordam bermoqchi bo'lsa-da, tizim bunga yo'l bermasligi mumkin. Yana bir istisno, tadbirkorlik maqsadida foydalanilayotgan joylar. Agar pensioner nomidagi bino yoki xonadon amalda do'kon, ijara, ofis, ustaxona yoki boshqa daromad keltiruvchi faoliyat uchun ishlatilayotgan bo'lsa, imtiyoz qo'llanmasligi yoki cheklanishi mumkin. Chunki ijtimoiy imtiyoz odatda fuqaroning yashash uchun zarur bo'lgan turar joyga beriladi. Daromad olish uchun ishlatilayotgan obyektlarga esa alohida tartib bo'ladi. Ijara masalasi ham nozik. Pensionerning nomida kvartira bor, lekin u kvartirani ijaraga bergan, o'zi boshqa joyda yashaydi. Bunday holatda imtiyozning qo'llanishi tartibga bog'liq. Ba'zi imtiyozlar mulkdor maqomiga qaraydi. Ba'zilari yashash holatini ham inobatga oladi. Agar tekshiruvda xonadonda pensioner emas, ijarachi yashayotgani aniqlansa, imtiyoz bekor qilinishi va oldingi davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarda real holatni yashirish keyinchalik katta muammo keltiradi. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oktyabr oyi uchun kelgan hisob-kitob varaqalarini yig'ib chiqing. Qog'oz ko'rinishda bo'lsa, saqlab qo'ying. Ilova yoki shaxsiy kabinetda bo'lsa, skrinshot qiling yoki yuklab oling. Qaysi to'lov bo'yicha summa chiqqanini alohida yozing. Elektr, gaz, suv, chiqindi, uy-joy badali, soliq yoki boshqa xizmat. Hammasini bitta umumiy, kommunal deb atamang, chunki har birining javobgar tashkiloti boshqa. Ikkinchi qadam, pensionerlikni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ro'yxat, kadastr yoki mulk hujjati. STIR yoki JSSHIR raqami kerak bo'lishi mumkin. Agar siz nogironlik bo'yicha imtiyozga ham ega bo'lsangiz, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatni ham tayyorlang. Agar yolg'iz pensioner bo'lsangiz, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, qaysi tashkilotga murojaat qilishni aniqlang. Agar masala soliq bo'yicha bo'lsa, soliq organiga yoki elektron soliq xizmatlariga murojaat qilinadi. Agar chiqindi xizmati bo'yicha bo'lsa, hududingizdagi sanitariya tozalash korxonasi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga boriladi. Agar uy-joy badali bo'yicha bo'lsa, boshqaruv servis kompaniyasi, shirkat yoki ko'p qavatli uyni boshqaruvchi tashkilotga murojaat qilinadi. Elektr, gaz, suv bo'yicha esa tegishli ta'minot korxonasiga murojaat qilinadi. Bitta idoraga borib, hamma masalani hal qilib berishni kutmang. 4-qadam, albatta yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men yoshga doir pensioner sifatida oktyabr oyidan boshlab belgilangan imtiyoz yoki ozod qilishni qo'llashni. Shaxsiy hisob raqamim bo'yicha qayta hisob-kitob qilishni, ortiqcha hisoblangan summa va penya mavjud bo'lsa, bekor qilishni so'rayman. Arizada manzil, telefon raqam, shaxsiy hisob raqami, pasport ma'lumotlari va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib oling. 5-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Og'zaki ertaga hal bo'ladi degan gap bilan cheklanib qolmang. Agar 10 yoki 15 ish kuni ichida javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Elektron murojaat yuborgan bo'lsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, qaysi sanada kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi, lekin nizo chiqqanda aynan shu ma'lumotlar yordam beradi. 6-qadam, noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, dalil bilan talab qiling. Masalan, sizga oktyabr uchun 120 ming so'm chiqdi, lekin siz imtiyozga ega ekansiz. Nega pul chiqdi deb shunchaki jah qilish o'rniga hujjatlarni ko'rsating, ariza yozing. Qayta hisob-kitob jadvalini so'rang. Qayta hisob-kitobdan keyin summa nero bo'ldimi? Keyingi oyga o'tkazildimi?
eski qarz ajratildimi? Bularni alohida tekshiring. Hisob varaqasidagi har bir qatorni tushunib olish kerak. 7-qadam. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababini yozma oling. Sizga mumkin emas degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun mumkin emas? Mulk sizning nomingizda emasmi? Ro'yxatmos emasmi? Imtiyoz faqat boshqa to'fadagilargami? Eski qarzdorlikmi? Hujjat yetishmayaptimi? Sababini bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Sababini bilmasangiz, muammo o'sha joyda qoladi. 8-qadam. Mahalla va ijtimoiy himoya organlaridan foydalaning. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar, harakatlanishi qiyin bo'lgan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar idoralarga borishda qiynaladi. Bunday holatda mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki yaqin qarindoshlar orqali hujjatlarni tartibga solish mumkin. Lekin ishonchnoma kerak bo'ladigan holatlar ham bor. Shuning uchun kimdir sizning nomingizdan murojaat qilsa, qonuniy vakolat masalasini ham oldindan aniqlang. 9-qadam. Har oy nazorat qiling. Imtiyoz bir marta qo'llandi, endi hammasi umr bo'yi avtomatik bo'ladi deb beparvo bo'lmang. Tizim yangilanishi, hisob raqami o'zgarishi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot almashishi, kadastr ma'lumoti yangilanishi yoki ro'yxat o'zgarishi mumkin. Ayniqsa ko'chib o'tgan pensionerlar eski manzil bo'yicha imtiyoz qolib, yangi manzilda to'lov chiqib ketishiga duch keladi. Har oy kamida bir marta shaxsiy hisobingizni tekshiring. 10-qadam. Ortiqcha to'langan pulni unutib yubormang. Agar oktyabr oyida siz to'lov qilib qo'ygan bo'lsangiz, keyin esa imtiyoz tasdiqlansa, bu pul keyingi oy to'lovlariga o'tkazilishi yoki qaytarilishi mumkin. Buning uchun alohida ariza talab qilinadi. Arizada ortiqcha to'langan summani keyingi davr hisobiga o'tkazish yoki qaytarib berishni so'rashingiz mumkin. Qaysi tartib qo'llanishi xizmat turiga bog'liq, lekin talab qilmasangiz, bu masala cho'zilib ketishi ehtimoli bor. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensionerlar ko'pincha tortinadi. Mayli ozgina pul ekan deb qo'yadi. Lekin 1000 so'm ham, 100 so'm ham pensioner uchun kichik pul emas. Agar har oy noto'g'ri to'lov chiqsa, yil oxiriga borib bu 600 ming, million yoki undan ko'p summaga aylanishi mumkin. Bu pul dori-darmon, oziq-ovqat, davolanish yoki nabiraga yordam uchun kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z huquqingizni talab qilish uyat emas, bu qonuniy va to'g'ri yo'l. Demak, oktyabr oyidan pensionerlar uchun tegishli to'lovlardan ozod qilish yoki imtiyoz qo'llanishi juda muhim yangilik. Lekin bu yangilikni to'g'ri tushunish kerak. Hamma to'lov avtomatik yo'qolmaydi. Hamma pensioner bir xil tartibda kirmaydi. Har bir xizmat bo'yicha hujjat va shart alohida tekshiriladi. Eng muhim ishlar: hisob varaqangizni tekshiring, hujjatlaringizni tayyorlang, yozma ariza bering. Qayta hisob kitobni talab qiling va eski qarz bilan yangi hisobni aralashtirib yubormang. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq oktyabr oyidagi to'lovlarni ko'rib chiqing. Qaysi to'lov chiqqan? Qaysi biri bekor qilingan? Qaysi biri bo'yicha savol bor? Hammasini yozib oling. Shunda siz idoraga borganda aniq gapirasiz va masalangiz tezroq hal bo'ladi. Sizning hududingizda oktyabr oyidan to'lovlar qanday hisoblandi? Pensionerlarga imtiyoz avtomatik qo'llandimi yoki ariza talab qilishdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam keraksiz to'lovlardan o'zini himoya qila oladi.